Bu challenge'da men albatta yutishim kerak. Shuning uchun ham o'ylab qo'yishim kerak bularni. Birinchisi masalan bu yoqqa, ikkinchisi mana bu yoqqa. Mana. Ha? Ikkitasi to'g'ri. Davayta anaqa qilamiz. Xo'sh? 0 ta. Ikkitasi ham to'g'ri emasmi? Hamma harakat qilamiz. Va albatta do'stlar, sizlar ham albatta bankislarni hozir olishga ulguringlar, chunki men ko'chaga chiqib qarasam, nimagadir hammada faqat bankislar. Ya'ni hamma faqat bankis o'ynatdi. Xo'p, endichi? Hech qaysi birini to'g'ri. Shoshma. Manimcha. Xo'sh, endichi? Ikkita to'g'ri. Mana, endichi? Bitta to'g'ri. Bo'lmasam qara, mana bunaqa. Ichi? Ikkita to'g'ri. Yeah! No, hamma do'stlar, bank siyt olishim juda ham ozgina qoldi va bu yoz hamma bola bank siyt sizlar ham yig'inglar, chunki mana hozir shu bank siyt olishga harakat qilaman. Endichi? Hammasi to'g'ri. Bum! Ber mana bankisimni, ber. Vot. Oy. Do'stlar, mana bu bankislarni qaranglar. Iltimos. Ichidan faqat Abbosbek Fayzullayev chiqsin. Do'stlar, qaranglar, mana bankisimda Abbosbek Fayzullayev, Masharipov, Shomurodov va Ravshan Ermatov. Menimcha eng zo'r bankismanda chiqdi. Chunki birinchidan to'rtalasi ham legenda. Qani endi bunisini chiqar ekan. Va bunisidan ham juda ham ko'plab O'zbekiston terma jamoasi o'yinchilari chiqdi. Bittasini o'zi marketdan 150 ming so'mdan oshxonasiz zakaz qilsangiz, bu keladi. Ikkinchisi esa eng bir ham noyob zo'r bo'lgani uchun faqatgina uzum kart olgandan keyin keladi. Shuning uchun ham hozirroq olinglar, hamma shu bankislarni yig'otdi va sizlar ham shundan yig'inglar va buni eng qizig'i Abbosbek Fayzullayev bilan yutib ketinglar.